mavzumiz orzu va maqsadga erishish haqida ekan. Men sizlarni kelajagingiz haqida hech ham so'ramaganman va shunday vaziyat keldi. Birinchi bo'lib biz Muborakdan boshlaymiz. Men kelajakda sportchi bo'lmoqchiman va men bu maqsadimga erishish uchun ko'plab mashqlar qilishim va turli xil musobaqalarga qatnashishim kerak. O'tir. To'g'ri. Sen ham to'g'ri kasb tanlagansan. Navbat Gulnoraga. Men kelajakda yozuvchi bo'lib, odamlar qalbiga yo'l topadigan inson bo'lmoqchiman. Buning uchun men ko'p mashq qilishim kerak va o'z ustimda ishlashim kerak. Navbatdagi o'quvchi Mohinur. Men kelajakda qo'shiqchi bo'lmoqchiman. Hozirgi kunda turli xil musiqa asboblarini chalib, o'z ustimda ishlamoqdaman. Hozir ovozimni sayqallash uchun ko'p vokal qo'shiqlarni kuylamoqdaman. O'tirishing mumkin. Navbatdagi o'quvchimiz sinfimizning eng faol o'quvchilaridan biri bo'lgan Dilnuraga. Men kelajakda dizayner bo'lmoqchiman. O'zim yangi brend yaratishni orzu qilaman. Bunga erishish uchun dizayner olamini kuzatib, o'z ustimda ishlamoqdaman. Seni ham qaroring o'zingga to'g'ri deb o'ylayman. O'quvchilar, hammangiz o'zingiz uchun to'g'ri qaror qabul qilyapsiz. Lekin esa siz bunga erishish uchun qandaydir harakat qilmoqdamisiz? Eng oxirgi o'quvchimiz Nurmuhammadga. Men kelajakda biznesmen bo'lib, biznesni rivojlantiraman va iqtisodiy bilimlarni oshirib, xalqimizga foydani keltirishni xohlayman. O'quvchilar, sizlar o'zingiz maqsadingiz uchun albatta harakatdasiz. Men sizlarga omad tilayman. O'quvchilar, agarda sizlarga qandaydir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz xohlagan o'qituvchingizdan yordam so'rashingiz mumkin. Albatta ular yordam qo'lini cho'zishadi. Sizlarga esa ajratilgan vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsgacha ko'rishguncha.